Bugun qabulimga yangi bir bemor keldi. İşte 3 oydan beri bemor og'rirkan, ya'ni yo'tal, nafas qisish, g'ijirlash, chiyillashlar, ya'ni hushtaksimon tovushlar bilan. Keyin bemor bilan maslahatlashib, hamma yo'lda eshitib, ko'rib, keyin bemorga aytdim, umumiy qon tahlili topshiring, javobi chiqadi 40 minut 1 soatda. Unga qarab, keyin yana lecheniyangizni qilib beramiz dedim. Desam bemor aytayapti, analiz topshirmay qo'ying, shuni yozib beravering deyapti. Ha bo'pti, xo'p dedim. 3 oydan beri shu lecheni oldingizmi desam, ha lecheni oldim deyapti. Nima bo'ldi? Analiz topshiruvdingizmi, topshirmadingizmi shu paytda doktorga borganingizda desam, yo'q, topshirmadim. Ko'rib, holatimni eshitib, shikoyatlarimni eshitib lecheni qilib berishdi dedi. Ha, holatingiz yaxshi bo'lmadimi desam, yo'q, yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun sizga keldim deyapti. Ha, bo'pti, shuning uchun bir analiz topshiring. Keyin biz unga qarab sizga dori yozib beramiz. Shunda yaxshi bo'ladi deb tushuntirdim. Tushuntirsam keyin o'ylab ko'rib turib, ha bo'pti, topshiraman dedi. Buni aytishdan maqsad, do'stlar, holatinglar shu yo'tal, nafas qisish, burun oqishi, nima holat bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy umumiy qon tahlili topshiringlar, kengaytirilgan. Shuni xulosasiga qarab davolash ham osonroq bo'ladi. Yanada kerakli tekshiruv bo'ladigan bo'lsa, yana chuqurlashtirilgan tekshiruvlar qilish mumkin. Endi oddiy umumiy qon tahlilidan keyin bular aniq bo'ladi. Mabodo siz ham shifoxonaga yoki bir doktorga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, borganingizda sizga umumiy qon tahlili topshiring yoki bunaqa tahlil topshiring deydigan bo'lsa, indamay topshirganingiz ma'qul. Bu sizga foyda bo'ladi. Keraksiz dorilarda organizmingizga kirishini oldini oladi, do'stlar.